Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimisilar? Dunyo uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Klimat va madaniyat sohasida tanilgan jurnal Atmos 11 dekabr kuni dunyodagi eng chong quyosh energiya bazasi Xitoydagi Uyg'ur irqi qirg'inchiligini qo'llayotidi nomli maxsus maqola e'lon qilgan. Maqolada qayta hosil bo'ladigan energiya tashabbuschilarining Xitoy shirkatlari vatanimiz Sharq Turkistonda qurib rekord yaratgan quyosh energiyasi bazasini maqtaganligi, ammo nayt oz sondagi kishilarning buning orqasidagi qabohatli reallikni bildiganligi ilgari surilgan. Avstraliya ommaviy tashkilot Klimat energiya pul muomala shirkatining energiya siyosati analizi Shangdong bu quyosh energiyasi bazasini maqtab, bu tür dunyoga kun taxti bahosining ko'rinarli tuvallishi hamda texnikada yangilik yaratishning quyosh energiyasi turini texim yuqori seviyaga ko'taradiganligini dunyoga ko'rsatdi degan. Halbuki bugunga qadar vatanimiz Xitoyning asosli ko'mir va neft ishlab chiqarish bazasi bo'lib kelgan bo'lib, buning bilan birlikda Xitoyning ko'mirdan foydalanib tok chiqaradiganligi va bu tokni kun taxti yasash sanoatiga ishlatadiganligi ma'lum. Atmos jurnali Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi va Amerikadagi Uyg'ur harakaat tashkilotining raisi Ro'shan Abbos xonimning bu haqda aytgan so'ziga o'rin bergan bo'lib, Ro'shan Abbos xonim mundaq degan: "Vatanimning paxtadan ko'mirgacha va boshqa kam uchraydigan mineral moddalari mol. 20 asrning 50-yillardan boshlab Xitoy hukumatı Uyg'ur aholisini makonlardan ko'chirib etdi. Yana bir tarafdan Uyg'urlarning zaminiga Xitoylarni yetkazdi. Bu quyosh energiyasi bazasi Xitoyning Uyg'urlarni ishg'ol qilish va eksploatatsiya qilish tarixining davomidir. Kun taxtlarga ishiltiladigan xom moddaning mutlaq ko'p qismini Xitoy ishlab chiqaradigan bo'lib, buning birdek vatanimizdan chiqadiganligi aniqlangan edi. Millionlab lagerga qamalgan kishilarning nurg'unlarining atalmish kasbiy mahorat bilan tarbiyalab ishga o'rinlashtirish nomida mush xildagi majbur emgak zavodlarga yo'llanganligi ma'lum bo'lgan edi. 15 dekabr yakshanba kuni Germaniyaning Myunxen shahridagi Uyg'ur markazida Germaniya Uyg'ur madaniyat va ma'rifat birligi Uyg'uriya maktabining 2024 yillik o'qish mavsumini oxirlashtirish va 2025 yilni kutib olish faoliyati o'tkazildi. Faoliyatga Dunyo Uyg'ur qurultiyining rahbarlari, Germaniya Uyg'ur madaniyat va ma'rifat birligining a'zolari, Uyg'uriya ona til maktabining o'qituvchi va o'quvchilari va ota-onalardan bo'lib 100 dan ortiq kishi qatnashdi. Faoliyat erkin suhbat, naqsh usul, so'z o'yini, tepishmoq tepish, savol-javob, o'rindiq talashish o'yini qatorliq turlar bo'yicha o'tkazildi va natijaga erishganlar naq maydonda mukofotlandi. Bu faoliyat haqida shu kuni stansimizning ziyoratini qabul qilgan Germaniya Uyg'ur madaniyat va ma'rifat birligining raisi Farida Niyoz xonim ushbu faoliyatning tafsiloti va ona til maktablarining ahamiyati haqida to'xtalib, mundaq dedi: Bizning bugungi bu faoliyatni o'rinlashtirishga maqsadimiz 2024 yili oyoqlash sharpisida o'quvchilarimizningki Uyg'uriya maktabida o'rgangan nazariyaviy bilimlarni bugungi mushu zehn sinash, har xil o'yinlarni o'ynash, suhbat qatorliq programmalar orqali naq maydonda o'tgan tomoshabinlarga, ota-onalarga ko'rsatish. Undan boshqa biz ota-onalarga mushu bizning 1 yildan buyon Uyg'ur madaniyat ma'rifat birligi va Uyg'uriya maktabining ilib borgan faoliyatlari ni tunishtirish, Uyg'uriya maktabidan sirt yana Germaniyadagi Morgan Efaus Elbis Helfer Centrum qatorliq mushundaq tashkilotlarda bizning qatnashgan faoliyatlarimiz, uni qatnashishning ahamiyatimiz va uning natijasini tomoshabinlarga naq maydonda amaliy paket bilan sunishdan iborat. Bugungi faoliyatimiz nəhayət ko'ngillik elib berildi. Bu faoliyat qatnashgan bolalarimiz bək xoş oldu. Hem o'zininki Uyg'ur tili bilan bergan javoblar orqali ota-onasini naq maydonda o'tgan tomoshabinlarni shundoq hayajonga soldi. Sorunda o'tganlar faoliyat tugagandan keyin demak bu bolalarni biz Uyg'ur tilida tarbiyalashga ko'ngil bo'lsaklar, ota-onalar bilan maktab moslashsalar bolalardan natija chiqadi ekan degan xulosani chiqardi. Biz ham yana bugun 3 o'quvchimizni intervyu qildik. Bu 3 o'quvchi yozdagi Uyg'ur akademiyasi tarafidan o'rinlashtirgan Uyg'urlarni liderlik bilan tarbiyalash kursi qatnashgandi. Bu 3 bola shu naq maydonda o'zlarininki qatnash sababi, qatnashdagi maqsadi va qatnashgandan keyingi o'zininki his qilganlarini
ko'pchilikka shu so'zlab o'zining yana mushundaq kurslarni aytib orzu qildiganligi, mushundaq bir ishlarda Uyg'urlar bilan dunyoning hamma yeridan kelgan Uyg'urlar bilan birlashib, shular bilan tanishish va Uyg'ur bizningki Uyg'urlarninki kelgusi taqdiri haqida o'ylanishning nihoyatda zarur ekanligini yana bir qatim his qilganligini tunib yetdi. Bugungi faoliyatimiz oldidan 2 soatda 2 soat bugungi faoliyatimiz 2 soat davom qildi. Faoliyatning eng oxirida o'zimizning milliy san'atlarimiz qo'yildi, tomoqlarimiz berildi. İşqilib qısqası bugungi so'ringa kelganlar o'zini bir Uyg'ur muhitida 2-3 soatlik Uyg'ur jamiyatida yana bir qitim Uyg'ur tili bilan yashaganligidan nihoyatda xush bo'ldi. Amerikaning yangi navbatlik prezidenti Donald Trumpning 2025-yili yanvarda o'tkaziladigan vazifa topshirilish marosimiga Xitoy davlat raisi Xi Jinpingni taklif qilganligi 12 dekabr kuni Donald Trumpning axborot kotibi tarafidan dalillangan edi. Birlashma agentlikning bu vaqtdagi xabarda deyilishicha, Xitoy rahbari Xi Jinping Donald Trumpning vazifa topshirilish marosimiga qatnashishini bek xatarlik deb qarashi va bu marosimga qatnashmasligi mumkin ekan. Xitoyning Washingtondagi bosh elchixonasi bu vaqtdagi savollarga javob bermagan. Biroq mutaxassislar Xi Jinpingning Washingtonning birinchi oydagi sovuqida talada o'tkazilgan marosimga qatnashib, Xitoyga qarshi keskin maydoni bilan tonilgan kabinet a'zolari bilan bagahda o'ltirishi va Donald Trumpning saylamdagi g'alaba nutqini anglashi ehtimollikdan to'lim yiroq ishlar deb ko'rsatgan. Uning ustiga bu marosimga Tayvanlik mehmonlarning qatnash ehtimolligimi Tayvanni Xitoyning ayrılmaz bir partisi deydigan Xitoy rahbari uchun bir salbiy omil hisoblandi ekan. Xabarda deyilishicha, Tayvanning Amerikadagi yuqori darajalik diplomati 2021-yili Prezident Joe Bidenning qasam berish marosimiga qatnashgan bo'lib, Xi Jinping Tayvan diplomatlari bilan bir qatorda o'ltirishdek xavfga tavakkul qilmaydi ekan. Prezident Donald Trump vazifaga o'ltirish bilan Xitoydan keladigan mollar qo'yiladigan tamojna bejini 60% o'stirdiganligini bildirgan edi. Uning ustiga Donald Trump o'z kabinetiga Xitoyga qattiq qo'lliq siyosat yurgizish tarafdorlarini tanlagan bir paytda Xitoy raisini qasam berish marosimiga taklif qilishi Amerika axborotlarida kuchli munozir qo'zg'adi. Birlashma agentligining xabarida ko'rsatilishicha, Donald Trump garchi Xi Jinpingni marosimga taklif qilish orqali mehmon do'stligini ko'rsatgan bo'lsa-mu, biroq bu ikki davlat orasidagi raqobatning osonlikcha hal bo'lganligidan derak bermaydi ekan. Hurmatli ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.